Assalomu alaykum, Agrobog' vodiy kanalining kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun 2025-yil 11-aprel sanasida giloslarimiz xudo xolasa eng erta pishuvchi sortlar Realtiyaga anaqa olgan mevalariga bitta baho berib qo'ylar. Buni birov yopishtirib chiqmagan, ko'm-ko'k turibdi. Daraxtda men sizlarga to'liq obzor qilib beraman. Hosildorlik bo'yicha eng zo'r gilos hisoblanadi. Sariqligida sotuv boshlanadi, qizaradi, keyin valovoy sertsalar xuddi shundaqa bo'lib turibdi. Mana Realtiyaga oldida. Daraxtimiz yoshi 4 yosh. Mana so'ygan mevalariga bitta baho berib qo'ylar. Juda ham sifatli. Mana pishganda ham to'liq videolarni qo'yib boramiz buni. Tana bo'ylab solib chiqqan. Hammasi mevani ushlagan. Juda ham serhosil hisoblanadi. Endi bu yerda shoxlatish bo'yicha sxemalar ko'p kerak bo'lib qoldi. Shular bo'yicha shoxlatdik. Buni bizda ishonchli ko'chatlari bor. 99 346 46 99 raqamiga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Noyabr oyidan boshlanadi sotuv bo'limiz. Giloslarimiz hali juda ham yosh holatda, bo'ylari 2 metrdan past bo'lgan holatda o'zini o'zi 100% changlatadi. Mana so'ygan mevalariga bitta baho berib qo'ylar. Shu no'xatdan kattasi bo'lganda valovoy sersa tashlab yuborishi mumkin. No'xatdan katta bo'lganda shu edi. Valovoy sersa ham yili yaxshi ushadi, lekin bular ertaroq pishish bo'yicha kuchli hisoblanadi. 100 ming, 80 ming so'm dehqonda o'zida bo'lsa narxi bu juda ham zo'r hisoblanadi. Oldi bozorlarda 150 ming, 200 ming sotishadi buni birinchi chiqqanda, lekin hozirgi paytga 80 ming, 100 ming so'm narxi ham zo'r. Mana daraxtda to'liq ma'lumotlari mana tushib ketmaydi bittasi ham. Ushlagan juda ham zo'r, hosildorlik bo'yicha eng zo'ri hisoblanadi. Gilos ekmoqchi bo'lsanglar, shu sortni ko'proq tavsiya qilaman, chunki mana g'o'ralik payti shu. Bugun 2025-yil 11-aprel sanasida kecha O'ribog' dedik. O'ribog'da syomkalarni ko'rsatdik, dorilashlari bo'yicha yana ham to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. O'ribog' borlarda ham bemalol murojaat qilaversin. Gilosga lekin bitta like bosib qo'yishlarini so'rab qolardim. Mana mevalar juda ham zo'r. Xudo xolasa 25 kilo, 20 kilo atrofida yuki bor. Hammasi ushlagan 30-32 kalibrdan yuqori bo'ladi. Xudo xolasa deb kutilyapti. Mana shu giloslarimiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'yasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.